Mehmonxona xo'jaligi xizmatlari sifatini boshqarish fanidan keyingi mavzumiz bu demak sifatni umumiy boshqarish total quality management deb ataladi. Demak u quyidagi rejalardan tashkil topgan sifatni umumiy boshqarish total quality management konsepsiyasi. Konsepsiyaning asosiy jihatlari, maqsadi va tamoyillari total quality management tizimini joriy etish, JIT tizimi zamonaviy korxonalarda sifatni umumiy boshqarish, total quality management va JIT tizimlarini joriy etish muammolari. Total quality managementdan foydalanish sifat va ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Jami sifat boshqaruv. Total quality management mijozlar talablarini qondiradigan yoki ortib boradigan sifatni va ish faoliyatini yaxshilashga qaratilgan yondashuv. Bunga kompaniyaning barcha sifat funksiyalari va jarayonlarini integratsiyalash holda erishish mumkin. Demak, misol tariqasida shöyle tushuntirib o'tishim mumkin. Demak, siz mehmonxonada ishlayotgan vaqtingizda shu yerda demak laundry bo'limi, reception bo'limi, buxgalteriya bo'limi va restoran bo'limlari birgalikda demak ishlashini taqozo qiladi. Total quality management sifatni boshqarish va sifatini boshqarish, sifatni yaxshilash va sifatni boshqarish kabi sifatni boshqarish va boshqarish tizimini o'z ichiga olgan kompaniya tomonidan qo'llaniladigan umumiy sifat tadbirlariga qaraydi. Total quality management barcha darajalardagi qabul qilingan va barcha xodimlar jalb etgan barcha sifat choralari hisoblanadi. Umumiy sifat menejmenti birinchi jahon urushi davrida ishlab chiqilgan sifat kafolati usullaridan rivojlanmoqda. Urush harakati ko'pincha sifatsiz mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan yirik ishlab chiqarishga olib keldi. Buni tuzatish uchun sifat nazoratchilari mahsulot sifatiga bog'liq kamchiliklarning darajasini minimallashtirish uchun ishlab chiqarish liniyasiga kiritilgan. Birinchi jahon urushidan so'ng sifatni nazorat qilish ishlab chiqarishni muhitni odatiy holga aylandi va bu Dr. Edward Stein tomonidan ishlab chiqilgan nazariy sifat nazorati SQS'ning joriy etilishiga olib keldi. Ushbu sifat usuli ma'noga asoslangan holda statistik sifat metodini taqdim etdi. Har bir elementni tekshirish mumkin bo'lmagan joylarda namuna sifat uchun sinovdan o'tkazildi. SQS nazariyasi ishlab chiqarish jarayonida o'zgarishlarning yakuniy mahsulotga o'zgarishiga olib keladi degan tushuncha asoslangan. Jarayondagi o'zgarishlarni bartaraf etish mumkin bo'lsa, bu oxirgi mahsulotda yuqori sifat darajasiga olib keldi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Yaponiyadagi sanoat ishlab chiqaruvchilar sifatsiz mahsulot ishlab chiqardi. Bunga javoban Yaponiya olim va muhandislar ittifoqi Dr. Lemini sifatli jarayonlarda muhandislarni o'qitishga taklif qildi. 1950-yillarda sifat nazorati Yaponiya ishlab chiqarishining ajralmas qismiga aylandi va tashkilot ichidagi barcha xodimlar tomonidan qabul qilindi. 1970-yilga kelib umumiy sifat tushunchasi muhokama qilindi. Bu sifatni nazorat qilishda yuqori boshqaruvdan ishchilarga qadar barcha xodimlarni o'z ichiga oladi. Kelgusi 10 yil ichida Yaponiyadagi ko'plab nodavlat kompaniyalar Yaponiyada ko'rilgan natijalarga asoslangan sifat menejment usullarini joriy qildi. Sifatni boshqarishning yangi to'lqini sifatiga qaratilgan markazga aylangan, sifatli yo'naltirilgan strategiyalar va texnikani ta'riflash uchun ishlatilgan total quality management deb nomlanadi. Total quality management sifatli mahsulot va xizmatlarni yetkazib berishga yo'naltirilgan tashabbuslar va protseduralarni boshqarish sifatida belgilanishi mumkin. Total quality managementni aniqlashda bir qator asosiy tamoyillarni aniqlash mumkin. Jumladan, ijroiya menejmenti, ya'ni yuqori boshqaruv total quality management uchun asosiy haydovchi bo'lib, uning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan muhitni yaratish kerak. Ta'lim, xodimlar sifat usullari tushunchalari bo'yicha muntazam ravishda o'qitilishi lozim bo'ladi. Keyingisi bu demak xaridorga yo'naltirilganlik. Sifatni takomillashtirish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish yaxshilash kerak bo'ladi. Qaror qabul qilish sifat qarorlari bo'yicha asosida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Metodologiya va vositalar. Tegishli metodologiya va vositalardan foydalanish, mos kelmaydigan hodisalarning aniqlanishi, o'lchanishi va izchillik bilan javob berilishini ta'minlaydi. Total quality management demak, agar odam yaxshilash total quality management kompaniyalar ishlab chiqarishda va sifatni yaxshilash jarayonlarini doimiy ravishda olib borish kerak. Kompaniya madaniyati, kompaniyaning madaniyati xodimlarning sifatini oshirish uchun birgalikda ishlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.
Xodimlarni jalb qilish, xodimlar sifatli muammolarini aniqlash, xodimlar sifat muammolarini aniqlash va ularga murojaat qilishda faol bo'lishga da'vat etilishi kerak. Total Quality Management narxi. Ko'pgina kompaniyalar Total Quality Management joriy qilish uchun sarflanadigan xarajatlar uning ishlab chiqariladigan foydalanadigan ancha katta ekanligiga ishonishadi. Biroq bir nechta soha bo'yicha tadqiqotlar hech narsa qilmaslik bilan bog'liq xarajatlarga ega. Ya'ni sifat muammolarini bevosita va bilvosita xarajatlarni Total Quality Managementni amalga oshirish xarajatlari ancha katta. Amerikalik sifatli mutaxassis Phil Crosby ko'pchilik kompaniyalar noqonuniy narx deb nomlangan narsada yomon sifat uchun to'lovni tanlaganini yozgan. Narxlar oldini olish, baholash, nomaqbul modelni aniqlanadi. Modelni aniqlanadi. Ya'ni qarshi xarajatlar Total Quality Management tizimini loyihalash, amalga oshirish va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq. Ular rejalashtirilgan va amalga oshiriladigan oldin amalga oshiriladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mahsulot talablari, kiruvchi materiallar, jarayonlar, tayyor mahsulotlar, xizmatlarning sozlash xususiyatlari. Sifatni rejalashtirish, sifat, ishonchlilik, operatsion ishlab chiqarish va tekshirish rejalarini yaratish. Sifat kafolati, sifat tizimini yaratish va xizmat ko'rsatish. Trening, jarayonlarni ishlab chiqish, tayyorlash va saqlash. Xarid qilish xarajatlar, sotuvchi va mijozlar tomonidan sotib olingan materiallar va xizmatlarni ular spetsifikatsiyasiga ega bo'lishini va ta'minlash uchun baholanadi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Tasdiqlash, qabul qilingan materialni kelishilgan xususiyatlarga muvofiq tekshirish. Sifat nazorati, sifat tizimining to'g'ri ishlashini tekshirish. Sotuvchini baholash, sotuvchilarni baholash va tasdiqlash. Xatolarni yetkazish xarajatlari ichki va tashqi tomonlasiz oqibatlarga olinishi mumkin. Ichki arizalanma narxlari natijalari sifat standartlariga bog'liq bo'lmaydi va mijozga yuborilishdan oldingizga paydo bo'ladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Chiqindilar, scrap, rework, xatolarni tahlil qilish, xatolarni montaj yoki aloqa natijasi keraksiz yoki zaxiralash. Ta'minlanmagan, ishlatilmagan yoki sotilmaydigan nosozlik mahsulotdagi material. Rework, qayta ishlash, komponentlar yoki xatolarni tuzatish. Xatolarni tahlil qilish bu ichki mahsulotni yo'qotish sabablarini aniqlash uchun talab qilinadi. Tashqi yetkazib berish xarajatlar mahsulot yoki xizmatlar sifat standartlariga yarasha bo'lmagan. Lekin buyurtmachi mahsulotni olgandan so'ng aniqlanmaydigan hollarda paydo bo'ladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Ta'mirlash, qaytilgan mahsulotlarni yoki mijozlar saytida xizmat ko'rsatish, kafolat talablari mahsulot o'zgartiriladi yoki xizmatlar kafolat ostida qayta ishlanadi. Shikoyatlar, mijozning shikoyatlarini hal qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha ishlar va xarajatlar qaytish, aytgan narsani tashish, tergov qilish va qayta ishlash. Sizning avtomatlashtirilgan ta'minot zanjiringiz sizning mijozlaringizga vaqtida sifatli mahsulot yetkazib berishi, imkon qadar pul sarflashi, kam pul sarflashi, Total Quality Management ushbu maqsadga erishishga yordam beradi. Shu bilan bu darsimiz tugadi.